Oysha onamiz kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, udulloh alayh, meni haqqimga duo qilib bering dedilar. So'ragan narsasini qarang. Meni haqqimga duo qiling dedilar, kayfiyatlardan foydalanib. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llarini duoga ochdilar. Allohumma g'firli Oysha, ya Rabbi, Oyshani o'zing kechirgin. Uning gunohlarini avvalgi-yu keyingilarini, va ta'akhkhara, keyingilar va taqaddama min dambiha, keyingi-yu keyin bo'ladigan hozirgi gunohlarini ham kechirgin. Va asarrat, nimani maxfiy qilgan gunohlari bo'lsa, va a'lanat, va oshkora qilgan gunohlari bo'lsa ham kechir deb duo qildilar. Avvalgi-yu keyingi bo'ladigan gunohlari, maxfiy-yu oshkora gunohlarini Oyshani kechir deb duo qiluvdilar. Oysha onamiz aytadilarki, men xursand bo'lib ketib, shunaqa darajada kulibmanki, hatto boshim u zotni tizzalariga tegdi dedi, xursand bo'lganimda. Shunda menga qarab, "Ey Oysha, duoyimdan shuncha xursand bo'ldingmi?" deganida deydilar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizning duoyingizdan xursand bo'lmasdan bo'ladimi? Axir u zotning duosi mustajab. Tamom. Endi Oysha onamiz avvali va keyingi gunohlari kechirildi. Oshkora yu maxfiysi kechirildi. Qanday xursand bo'lmay?" deydilar. Rasululloh bir gap aytdilar. Men shu gapni sizlarga yetkazaman. Siz ham qani Oysha onamizdek xursand bo'la olasizmikin? Qani Oysha onamizdek ko'zingizga yosh kelarmikin? Nima deb aytaymi? Rasululloh aytdilarki, "Vallohi" dedilar. Allohga qasam ichib aytamanki, men har kuni 5 mahal namozdan keyin xuddi shu duoni ummatim uchun qilaman dedilar. Alloh har namozda qilar ekan, Allohim ummatimni avvalgi va keyingi oshkora va maxfiy gunohlarini kechirgin deb duo qilar ekanlar 5 mahal. Bugun siz yomon ko'rayotgan ummatni Rasulimiz duo qilgan azizim. Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Siz bugun qo'pollik qilib unga azob berayotgan ummat Rasulimizning duosining ichida turibdi. Chunki Rasulimiz alayhisalom hozirgi ummat demadi, qiyomatgacha ummat dedi. Siz bir tasavvur qiling, siz ham borsiz shuning ichida, men ham borman-a.